Uzun CSS dersligi 15. qism CSS font 2. bölüm. Birinci font şeklini özgertiş. Asaslı font variant xarakterli belgileşik buldu. Onun asaslı rolü çoğun izleyişteki küçük harfni ifadeleş. Hem bu çoğun izleyişteki küçük harf degilmez. Adatdaki çoğun izleyişteki harf bulmasdan belki çoğun izleyişteki harfni yani çoğun ve küçük kılıp iki xil ko'rsatishdan ibarat. Mesela ma'noni qaraydigan bo'lsak, ma birinci harfidagi T ma boshqa cho'ng yozilgan harflar qaraganda ozroq cho'ng, qolgan harflar bo'lsa cho'ng yozilishda ma'noni qaraganda kichikroq. Lekin buningki asli kodga qaraydigan bo'lsak, asli kodida ma bu birinci harf cho'ng yozilgan, qolgan harflar kichik yozilgan. Demak, shu font variant xarakteriga small caps deb ma bu xarakter qiymatini bergan vaqtimizda abzas qarta abzasniki mazmuni menda bo'lgan vaqtda bu ma ko'rilganda ma cho'ng harf texmi cho'ng harf oldida texmi cho'ng ama kichik harflar cho'ng harf oldida munda holatda almashib ko'rindi. Anki ikkinchi font tomlatish. Font weight xarakter orqali belgilash bo'ldi. Xarakter qiymati 100 dan 900 gacha tomliqning 9 darajasini ifodalaydi. Shu font weightga 100 degan qiymatni berganda bu xatning eng inchik ekanligini ifodalaydi. 400 degan qiymat ya'ni 4-daraja normal degan ma'qulolatli qiymatga to'g'ri keldi. Anki 700 degan qiymat font weightga bold degan qiymatni bergan bilan o'xshash to'g'ri keldi. Masalan, normal ama bu mana font weightniki bu aniqlik berish oldi. Mush holatda bo'ldi. Anki font cho'ngliqqa font size xarakter orqali belgilashga bo'ldi. Qiymat belgilashda mutlaq qiymat va nisbiy qiymat berish bo'ldi. Mutlaq qiymat berilsa, ziyoratchilar tor ko'rish orqali xat cho'ngliqini o'zgartirolmaydi. Nisbiy qiymat berishda osti ustidagi elementlarning belgilangan qiymatiga qarata nisbiy qiymat berish qo'shirildi. Ma'noda masalan, h1niki fontning cho'ngliqi 60 px, h2niki 40 px, anki bu abzasniki 14 px deb berilgan. Mush qiymat qancha cho'ng bo'lgan sari bu font shuncha cho'ng ko'rindi. Anki qo'shimcha bilim. EM orqali font cho'ngligiga aniqlik berish EMni oldinmi deb o'tdik. Bu Internet Explorer'dagi ba'zi xatlarni normal ko'rsatilmaslik masalasini uzil-kesil qilish uchun bu px ya'ni pikselli qiymatning o'rniga EM birligini ishlatish to'g'ri keldi. 1 EM nechiga teng deganda 1 EMning qiymatini 16 px ga teng. Shunga formula hisoblash formulasi buningki shu px ni 16 ga bo'lsak EM chiqadi. Tuvanlik misol qaraydigan bo'lsak, masalan 3.175 EM deganimiz 60 px ga teng. 2.5 EM deganimiz 40 px ga 0.1875 EM deganimiz 14 px ga teng bo'ldi.